Assalomu alaykum. Men Güliz. Tuniga ishlagan aroq tamaka va cheklarni qilmayli degan asos mazmundagi nahmaydonni o'zim ancha-muncha ko'rib, undan tushdan kerak yurdim. O'ylab baxsam bek azobli kutdi u. Shu amma xalqimizga ta'tillarimiz eshitib turgan vaqtlarda shu texmo xalqimizning ko'ngli yerim qo'ymaydi. Ücretim. Halaki adamlar görüptük. Hiç kısı yok. Şu an kısqacha deb o'tib ketay. Şu tununki mazmunning asos, tununki nahmaydan asos mazmuni shu aroq tamakaga yaqin yo'lamayli. İchidanlar, chekidanlar bo'lsa tashlab o'tayli. Amon ulgurmaz. U keyinlikka tashlamaylikka men kunab qoldi deganlarning hammasi ortiqcha bahona qilalaysiz, hamma tashlalaysiz. Chidasangiz da tashlalaysiz. Onunki farzandlarimizga hargizmi o'rgatmaylik, ko'rsatmaylik. Ko'rib nima qolsa cho'qim cheklaymiz. To'g'ri tushuntirib, uning salomatga olib keladigan ziyonlarni to'g'rilab yaxshi tushuntirib, cho'qim shu rahmatga yaqin yo'lamaydigan qilishimiz kerak. Uniki chekmalarmi shu kechiringlar, chekmalarningki shu materiallari intayin ximiyalik modda, intayin odamlarga ziyonli. Onundaki canının terliğe uğruluşumu şu terini zehimlendirdi. Şuna o adam bendeki paylık emas, onda artıqça adam bendeki ziyan kıldığan o zinetler yaxşı emas. Şuna onun pərdətlərini çoxum çöndürüb, qızıqıb qalsa, onun ilqi xeyna o bolar bilan tunuşsaq buldu, ilqi yaxşı olar bilan yaxşı materiallar bolğan, maşa xeyna yasalğan narsalarni tunuşturub qısaq buludu, amma şu çekmelerni çoxum çeklayli. O keyinlikki ter kasallikning kelib chiqishiga sababchi bo'ldi. Şu an şu üç narsa şu bizga yaqin yo'limisin. Farzandlarimizga mu qat'iy tunishtirmaylik, qat'iy cheklayli bilib qolsa. Şu bugun halay salomatlikim hali yaxshiqa bugun aytganda jinim bolamni maktabga olib borib deb undan keyin keyniga qarab kirib ketdi jinim bolam. Shu darhol qaytiblam ishlarimni qilib, xudoim bo'lsa tirishib shu bolamni chiqarishning omonlik qilma. Undan keyin bolam oyat bo'yicha uy ishlarimni qo'yib turib, shu kitobning davomini ishlashni boshladim. Hozir ishlayotgan 5 kitobim setiladi, ilqi to'rda bor, Amazonda bor. Bir kitobni davomli ishlayapman, uni tilimiz ilqi oyat. Yana bir kitobim şu balamning 3 yoshdan boshlab hozirgacha 6 yosh kirdi. Qancha kirgan asarlarni to'plab bir kitob chiqaryapman. Xudoim bo'lsa shu atugin bitirib yo'llatsam, ular 3 kunda unga tasdiqlaydi ekan. Boshqa masala bo'lmay qolsam chiqadi bozorga. U balamningki, endi men rasm chizishga rahmonga rasm o'gitman. Lekin noqul o'gitib ketmadim, kichik bo'lgan zig'irlab ketmadim. Lekin balamning haqiqatan talanti bor ekan. Men sizga rasmlarni bir ko'riliblam. Undan keyin ko'rgan shaylarni hamda o'z yoqtirganlarni biz rasm chizgan vaqtimizda o'z o'tiribmiz sizda. Shu odamga xo'sh qilib, shu mushchatga talantini davomli men yetildirman. Ondan keyin balamni naqsh chiqib ekamroq. Naqsh chizishni tekstlarni men bir-birlab o'rgatmagan bilan shu anglablam. Men şu bizning naqshimiz bakcha qo'yma. Anlaplam adilarning naqshini hammasini tekstini yotlab bo'ldi. Men xuman tekstlarni o'qidi. Ishqilamo shu bo'yicha yaxshi nim qilib kellikki. Tilimizni texmo savodini chiqarsam, shu ma'nini tatib o'gitib toza. Undan keyin u xudoim bo'lsa agar maktabdan chiqib olsamlar, kunduzi 1-2 soat shu akademik o'rganishlarni qilsa, yoziqchilik bilimlar u bularni o'rgatsa, to'g'ri maktab orqali, undan men orqali o'rgansa, undan ammo va shu tushdan keyin shu kasbiy maktablarga bek boqma, masalan, san'at deydi, usul deydi, tarbiya, naqsh etish degandek. Undan shu maktabga, bishnaydigan maktabga apamagandan keyin kelgan. O'sha balamlar har xil faoliyatlarga olib, ilm-fan to'g'risida nima qilib yetildirsak. Ondaki çoğun boğanca şu ançımıncı siyasetlerimi ögütüp, iqtisatımı çoğun tutup, başta qısaq.
Ha, onun için ama dep qo'ygan bir ish mushu bizning mush ishlarimizni mushda asqatmaydigan qamlashmaganlarni urushlar tufaylidan qap qilinib bir yoqqa chekilib qilib qilishi shunda jafoda tunishtirsak o'zimizni mushda untildirib maqsadga oldi albatta qilishlari odamni bek azoblantirdi shuni o'ylab olsam mushu ishlardan boshqa yana nurg'un ishlar borki biz qila oladigan uyg'unni davomli tunishtira oladigan butun dunyoga masalan shu bolalarimiz deyishimga sabab Amerikalik bo'lgan xalqimiz shu bo'lsa shu iqtisod yaratishga chang turib iqtisodda jaqroq yarasa uniki shu siyosiy yerlarga kirishsa bek yaxshi bo'ldi shu siyosiy o'rinlarga kirsa mablag' ketadi albatta shunga birinchi qilgan ish shu mablag' orqali shu siyosiy o'rinlarga kirsa ammo u Trumpning birinchi qatamliq prezidentsida Uyg'urlarning ahvollari hali tunishtirilgan Uyg'urlar Oqsaroyga kirganda uniki xizmatlarga Oqsaroyga xizmatlarga o'rlashgan aqchan hatto lekin har xil sabablar tufaylidan o'zimiz huquqimiz chiqib qoldi hamda ular rasmiy g'amif qilmaydi ammo ashta qilib orlik qoldi uniki Joe Biden degan qapoqsiraning shu 4 yil jarayonidagi urush mazgillari parxo'rlik ishlari uniki haqni deb urushni deb qonun ko'chmanlar deb o'zining xalqi bilan kori yo'q bizlarni bir yoqqa qilishlari shu qalami qanchalik bir 4 yil bo'lgati bu joyda shunday untildirib ketdi shu uyg'urning shunda bizning shuncha qilgan ajrimizni xizmatlarimizni hammasini yo'q qildida shunga man degandek shu xalqimiz agar shu bo'libmi yerlish bo'lganlar shu iqtisodni yaratib undan keyin shu siyosiy ishlar siyosiylikqa nimaga kirsak bu shu bizga bir foydaliq Cash Patel degan Hindistonlik Amerikalikning ota-onasi Hindistonlik ammo o'zi Amerikada tug'ilgan insonlik dushman o'zi Amerikada tug'ilgan shuning shu FBI'ning boshlig'i bo'lganligi shunchaki umid bag'ishlida shu butun bizga o'xshash ko'chmanlarga qonunliq kirganlarga butun bir ulgu bo'ldi ham bir umid bag'ishladi deb qarayman undan keyin shu nimani bildirsa bizning bolalarimiz bizga umid bor xudoim bersa yaxshi bolalarimizni tarbiyalab o'zimiz kiramagan bo'lsak iqtisodiy sohalarga bolalarimizni kirishiga shu bir sharoit yaratsak kelgusi sharoit yaratsak bo'ladi sharoit yarataylik bolalarimiz orqali shu siyosiy o'rinlarga kirsa shu bizning umidimiz umid degan bor hargiz umidsiz qolmaylik umidvor bo'laylik onun boshqa nima amal bor amal yo'qda undan boshqa unidagi bugun bir xabarda shu olim adil degan loyihachining Kim Marksning Parijda kiyimni ko'rgazma o'tkazibdi bizning kiyimlarimizni chiqarib yaxshi bo'pti bak intayin zo'r xabar ammo endi shu nimaga vakillik bo'lib chiqdi shu azob shu Xitoyga vakil bo'lib chiqadi endi lekin umumiy yaxshi umumiy bir umid o'zimizning madaniyati Uyg'ur degan nomni ko'tarib chiqadigan gap Parijgacha berib uning nimsini to'liq ko'mdim faqatlarligi qisqacha xabarini ko'rdim endi Facebookda xo'sh bo'ldim mumkin ancha-muncha kiyimlarni ko'rsak shu Parijga moslashtiribdi ancha-muncha hammasidek bizning nimamiz emas material bizning aqchan yaxshi bir qancha ko'ylaklar shu chiroyli nim qilibdi bizning uslubimizda bek yaxshi ammo ba'zi bir kiyimlar borki uncha chiroyli emas sal shu Yevropa bo'yicha qilib qo'yibdi u mayli hamda shu vaziyatga qarta ko'zchilik sinab qolgan bo'lishi mumkin u maqalliq demakchi uni hozirgi barcha ajoyib g'arayib bo'layotgan kiyim kechak mod sohasini fuqsida ajoyib g'arayib Parijdagi kiyim kechak ko'rgazmani ko'rgan bo'lsanglar og'zini ichib qoldim dahshat ajoyib dahshat ishqil xudo bo'lsa alimadilniki yaxchan bir chiroyli o'liqimdaymiz zinat bo'ldi endi Parijning nimasiga
Ondan keyin yana bir bugun qisqa qilmay xotirjam bo'linglar. Yana bir gap aqliqi bolalarning tarbiyasiga kelganchida shu to'rlarni yaxshi aralsak bizninkida bizning shu to'rga yo'layotgan mazmunlarga qarasak ko'pincha shu nima ana til o'qitishi yaxshi. Undan ba'zilari shu nafsuljiqroq va ilm fan sohasidagilar pek mazmunlar pek oz. Şoň bolsa şu biz atan boğuşlar müşjiyetki diqqat qilib şu farzandlarimizni müşjiyetga bekrak yetaklisak bizda şu kashfiyotchilar jiqroq chiqsin bizda boshqa nafsul bizning ortiqchligimiz uning gap yo'q boshqa shu ilm fan sohasida tarbiya sohasida mushtaqilqi va boshqa nurg'un sohalarda bizning shu bek kamchil bizniki mazmunlar ham bizning bolalarimiz müşjiyatlarda bek oz. Ularning mushlar bolalar bo'lishi mumkin. Qani u bolalar ashlarning yaratgan asarlar bo'lsa, shuni yo'llab nima qilsak bo'ldi. Shiqib demakchi uni shu nafsuldan boshqa, san'at, mush ko'nglishdan boshqa, yana nurg'un sohalarda bizning boshqalar bak bor. Mushani to'ldiraylik xalqimiz. Shiqilib san'at deydi. Hem demek ki onun marka sanatlar var. Bunlar öyle sanatımız ise bunun da başka nurg'un sanatlar var, fotoğraf sanatları var. Ama şu mezmunlar pek az. Onun gibi şu ayrıpılan insan Uyghur balaları var deydi. Olanın aşağıcı haberi yoqab ketdi. Onun gibi yurtumuzdaki lamu hamdi azaplık ahvalları, azaplık ilim fan sohasiga hamdi to'saloqlar bor to'nishimiz ammo quvvatqanlar bo'lishi mumkin agar ashta mazmunlar bo'lsa texmi ko'tarib chiqsak yaxshi bo'ladi. Uningki chet eldagi bizga o'xshash bu vatandagiga qaraganda bizningki erkinligimiz yaxshiroq bo'lg'ashqa sharoitimiz yaxshiroq bo'lg'ashqa biz bekrak shu ishlarni qilaylik. Qarasak shu kashfiyotlar bor mayli xalqdan bo'lsin shu oliy maktab o'rta maktab yoki bo'lmasam qo'llikda bala, sharoitda bala quvvatgan har xil o'sha kashfiyotlar bo'lsin. Shular yaxshi mazmunlar bor, ammo bizda unda yo'q mazmunlar. Masalan, hamma yo'llab qo'ygan mening nimalarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Boshqani baklab qo'ygan. Bular xalqlarga motor kashf qilayotgan. Uningki har xil o'sha kashfiyotlar bor. Ashta esil mazmunlar, ashta yangiliklar bizning chiqish kerak asli. Şu müşterikimni otani bo'g'ishga diqqat qilsak, o'zimiz bikirsek, o'zimiz nima qilmay qolsak, bolalarimiz tarbiyalab müşterikda bekrak tarbiyalaylik, yetaklaylik, müşterikga boshlarni to'shqizaylik, bolalarimiz orqali to'shqizaylik. Mushlarni intayin muhim mazmunlar ham agar müşterikdami bizning Uyg'urlar jiqroq chiqsa, mushmi Uyg'urni tunishdagi mazmun. Kim qilgan, kim ijod qilgan o dağlık adamlar kim olduysa Uyghur deb çıkdı. Başlanma bizden kimligimizni saqlab qolgan muhim o'zimlarni biri. Shu bugungi mazmun chiqib turay. Ko'rganlarga rahmat. Bo'lsa taxtib qo'yasizlar. Chiqib o'zimizning vazifamizni unutib qolmaylik, mas'uliyatimizni unutib qolmaylik, salomatligimizga diqqat qilaylik, aroq tamokidan yiroq turaylik, chekmalarni qilmaylik. Cho'qqum salomatlik birinchi salomatlik bo'lmasa hamma narsa yo'q. Allohga omonat. Keyingi videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.